radiosi taqdim etadi. Qiyin, imkonsiz degani emas. Bu shunchaki ko'p mehnat qilish kerakligini anglatadi. Demak, imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Oqshomga qadar dasturi. Yoshlarda har kuni soat 17:00 dan 19:00 ga qadar. Yoshlar. Assalomu alaykum muhtaram muxlislar. Bugungi oqshom pallasini ham zavqli oylarga to'ldirishni niyat qilganmiz. Hafta oxirlab boryapti va oldindagi dam olish kunlari uchun sizda rejalar ko'pligini bilamiz. Shular haqida ham bir gaplashamiz. Bugun studiyada Dilafruz Yusupova, rejissyorimiz Dilnozaxon Hojiyeva, musiqa muharriri Dilnozaxon Mansurova. Siz azizlarning xizmatingizdamiz va albatta bugun sizga faqatgina a'lo kayfiyat ulashishga harakat qilamiz, qadrli muxlislarimiz. Sizga savol taqdim etmoqchimiz. Xo'p, diqqat qilasiz. Britaniya va Amerikada masofa o'lchovi kilometr emas, mil bilan belgilanadi. Savolimiz 1 mil necha metrga teng? Javoblarni esa biz Yoshlar efir Telegram bot manzili orqali qabul qilamiz. Faol bo'ling va albatta qo'shiq buyurtmasini ham amalga oshirib qo'yaverasiz. Javob yoniga o'zingizni tanishtirgan holatda birinchi bo'lib kim to'g'ri javobni taqdim etsa, so'ragan qo'shiqlarni biz ham taqdim etamiz. Ketdik. Uchrashib daryo bo'yida qo'l ushlashib yurar edik, majnun tollarning bag'rida shirin xayol surar edik. Sog'inib tonglar otguncha, kutaman quyosh botguncha, yarim ko'nglim to'lmas ekan, yig'larman daryo to'lguncha. Sog'inib tonglar otguncha, kutaman quyosh botguncha, yarim ko'nglim to'lmas ekan, yig'larman daryo to'lguncha. Daryo bo'yida sevgimizni asrar edik, ravo ko'rmaslar qahridan, ko'priklarsiz qolar edik. Sog'inib tonglar otguncha, kutaman quyosh botguncha, yarim ko'nglim to'lmas ekan, yig'larman daryo to'lguncha. Sog'inib tonglar otguncha, kutaman quyosh botguncha, yarim ko'nglim to'lmas ekan, yig'larman daryo to'lguncha. Sog'inib tonglar otguncha, kutaman quyosh botguncha, yarim ko'nglim to'lmas ekan, yig'larman daryo to'lguncha. Sog'inib tonglar otguncha, kutaman quyosh botguncha, yarim ko'nglim to'lmas ekan, yig'larman daryo to'lguncha, yarim ko'nglim to'lmas ekan, yig'larman daryo to'lguncha.
Yurtimizga yuqori haroratli yoz fasli kirib kelayapti. Bu O'zbekiston iqlim sharoiti qolaversa faslga xos bo'lgan holat. Ammo avvalgi yillar bilan solishtirsak, bu yilgi yoz mavsumi yana ham issiqroq va havo namligi quruqroq bo'lishi aytilayapti. Demakki, elektr ta'minotida kuz-qish mavsumining sovuq kunlarida ayrim olimlar ta'rifi bilan aytadigan bo'lsak, anomal sovuqlar paytida elektr ta'minotida zo'riqish va o'ta yuklanish sodir bo'lganida yoz mavsumida, ya'ni energetika tizimi xodimlari ta'rifi bilan aytadigan bo'lsak, konditsionerlarimiz mavsumida rasmiy ta'rif beradigan bo'lsak, mamlakatimiz iste'molchilari sovutish tizimidan keng ko'lamda foydalanadigan mavsumga kirib kelayapmiz va allaqachon mavsumga kirib keldik desak ham xato bo'lmaydi. Aynidan biz to'g'ridan-to'g'ri telefon aloqasida Ulug'bek O'rinov, O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari. Ulug'bek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yoshlar radio kanalida sizni xush ko'rdik. Xushvaqt bo'ling, barcha radio tinglovchilarga tashkilotimiz nomidan salom aytamiz. Labay. Ana endi sizga ketma-ket savollarni taqdim etamiz. Energiya tejamkorligini prognoz qila olamizmi? Garchi aholi orasida bu bo'yicha targ'ibot ishlari allaqachon yo'lga qo'yilgan va bizdagi mana bu ma'lumotlar ham bor ekan. Joriy yilning 1-may sanasida O'zbekiston iste'molchilarining sutkalik elektr energiya iste'moli 199 million kilovat soatni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 7-may sanasida 217 million kvadrat soatni tashkil etgan, kilovat soatni. Va ayni kunlarda shu tarzda yuqorilab borayotgan ekan. Bu ma'lumotlar qanchalar to'g'ri? Albatta, bu ma'lumotlar Milliy dispetcherlik markazi Situatsion tahlil boshqarmasidan olingan. Masalan, kechagi kunimizda iste'mol qariyb 230 million kilovat soatga. Bu qish davridagi iste'mol bilan deyarli teng hajmga keldik. Mana bugun biroz ob-havo mo'tadilroq, bulutliroq, shunga bugungi iste'molimiz kamroq bo'lishi mumkin. Lekin shu o'rinda bir narsani alohida ta'kidlash kerak radio tinglovchilarga. Sutkalik iste'mol bizni olimlar, mutaxassislarimiz, Energetika vazirligi tizimida huzuridagi Milliy dispetcherlik markazi mutaxassislari, O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari, boshqa turdosh tashkilotlar tomonidan har doim monitoring qilinadi, o'rganib boriladi. Lekin shunisi qiziqarliki, avvalgi yillarga nisbatan sananing aynan mana shu kunlari bilan solishtirganda har yili 3-4 gradusga o'rtacha haroratimiz oshib boryapti va oradagi bahor faslining mo'tadil ob-havoga ega qismi juda qisqarib ketdi. 3 oyga ega bo'lgan faslimiz qariyb 40 kun yoki 30 kundan iborat mo'tadil ob-havoga, bahorning ilk kunlari sovuqroq, bahorning oxirgi oylari esa yoz fasliga monand bo'lib issiqroq bo'lyapti. Bu albatta energiya ta'minotida iste'mol yuqori bo'lishi va iste'molchilarga siz yuqorida aytib o'tgandek energiya tejamkorligi va samaradorligiga ko'proq e'tibor qaratishlarini so'rab qolamiz. Hozirda bunday servis xizmatlarini amalga oshiradigan juda ko'p xususiy tadbirkorlar, ustalar bor, ya'ni o'sha konditsionerlar bilan faoliyat olib boradigan. Ijtimoiy tarmoqda ko'plab e'lonlar berilgan va har bir servis kompaniyasi raqobatbardosh bo'lish uchun o'z xizmatini sifatli, tezkor va arzon qilishga intiladi, to'g'rimi? Albatta, bu o'sha tavsiyalar bilan bog'liq siz ma'lumotlarni beryapsiz. Avvalo, o'sha energetika tizim tashkilotining bir vakili sifatida aholimizdan, barcha yuridik va jismoniy shaxslardan, iste'molchilardan o'zlarining sovutish tizimini bir qadar ko'zdan kechirib chiqishlarini iltimos qilgan bo'lardik. Aholi xonadonlariga ham tegishli bu ijtimoiy soha obyektlari, o'quv muassasalari, kasalxonalar, boshqa tashkilotlar va xuddi shunday sanoat korxonalari, o'rta va kichik biznes vakillariga tegishli masala. Qaysi bino inshootda, qaysi ishlab chiqarish obyektida sovutish tizimi bor ekan, uning soz ishlashini ko'rishimiz kerak. Endi siz yuqorida aytib o'tgandek, xonadonlardagi konditsionerlarning ichki va tashqi bloklarini o'sha yil davomida aylanish ehtiyot qismlariga o'tirib qolgan chang g'uborlardan tozalashimiz bu energiya samaradorligi bo'yicha juda ham yaxshi, ham moliyaviy ko'rsatkich nuqtai nazarlaridan o'sha tashkilotga va xonadon egalariga iqtisod qilishni, ko'p pul to'lamaslikni olib keladi. Shu nuqtai nazardan siz yuqorida aytib o'tgandek,
barcha konditsionerlar qattiq yoz mavsumi kirib kelishidan oldin servis xizmatlarini ko'rsatib, tozalanib, bir soz holga keltirilishi kerak. Ko'p duch keladigan holatlarimizdan biri ayrim insonlarning xonadonda yoki bino inshootida mavjud barcha konditsionerlarni bir vaqtda ishlatishi. Mana shunday holatlarga qanday izoh berasiz? Bu to'g'ri yoki noto'g'ri? Albatta noto'g'ri. Masalan, bir xonadonimiz 2, 3, 4, 5 xonali uy bo'lishi mumkin. Ko'p qavatli uylarda yoki aholi xonadonlarda, yerli hovlilarda biz ishdan kelganimizda yoki issiq paytida uyimizda bor barcha sovutish asbob uskunalarni bir-biriga qo'shsak, albatta tizimda avvalo shu uyning o'zida zo'riqish paydo bo'ladi. Agar konditsionerlar zo'r berib ishlansa, unga qo'yilgan raqamlarga yetkazish uchun juda maksimal darajada ishlasa, elektr quvvatini juda ko'p iste'mol qiladi. Har bitta xonadonga kirib kelgan elektr tarmog'i ma'lum bir quvvatgacha ko'tara oladi. Undan ortig'ini ko'tara olmasligi va o'sha xonadonning o'zidagi hisoblagich avtomatidan nosozlik bo'lib tarmoqdan uzilishi mumkin. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat bu ko'p qavatli uylarda, bitta mahallada, qo'shnilarda hammasida takrorlansa, albatta shu mahallaga yoki ko'p qavatli uyning oldiga qurilgan o'sha transformator punktiga ortiqcha yuklama tushirib, o'sha transformator punktida nosozlik kelib chiqishi, yong'in kelib chiqishi, u portlab ketishi yoki yonib nosoz holga kelishi mumkin. Demakki, mana shu holatda biz bir barakayga ishlatish xohlaganimizda birdan bitta butun mahalla yoki bir uy yoki bir ko'p qavatli uy sovutish tizimidan bebahra qolishi, issiqda bir qiynalishlari mumkin. Shu nuqtai nazardan sovutish tizimini bir barakayga ishlatish kerak emas. Ishlatishdan oldin bir tavsiyalarimiz bor. O'sha xonadonga tushib turadigan quyosh nurini ayniqsa yoz paytida pardalar bilan to'sish, ayniqsa dar pardalar bilan to'sib, issiqlik ichkariga kirib kelishini ancha oldini olishimiz lozim. Bundan tashqari xonadonda agar 5 ta 6 ta konditsioner bo'lsa, avvalo 2 ta eng chekkadagisini va ko'proq insonlar dam oladigan yoki ovqatlanadigan, to'planadigan xonalardagi konditsionerlarni ishlatib, keyin xona mo'tadil bo'lgandan keyin keragicha foydalanish mumkin bo'ladi. Rahmat. Elektr ta'minotida zo'riqish oqibatida nosozlik kelib chiqsa, ko'pchiligimiz sarosimaga tushib qolamiz va keyingi vaqtda elektr simlarining qisqa tutashuvlari, elektr jihozlarining nosozligi, zo'riqib ishlash oqibatida kelib chiqayotgan yong'inlar. Shular haqida ham to'xtalib o'ting. Albatta, juda dolzarb masala. Hozir Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan bundan tashqari yana Favqulodda vaziyatlar vazirligi, energetika tizim tashkilotlari bilan birgalikda 40 kunlik yong'in xavfsizligi oyligi e'lon qildi. 40 kunda dolzarb bir tadbirlar o'tkazilib, yong'in xavfsizligiga e'tibor qaratishadi. Nafaqat bozorlarda, odamlar ko'p to'planadigan joylarda, balki ko'p qavatli uylarda, umuman aholi xonadonlari, korxonalarda. O'sha yong'in kelib chiqishiga sabab yuqorida aytib o'tganimizdek elektr ta'minotiga juda ko'p yuklamani tushirish, bir barakayga bir nechta jihozlarni ishlatishga urinish, o'sha quvvat yuklamasi oshib ketishi natijasida elektr uskuna va asboblarning qizish davom etavergandan keyin yong'in chiqishi bilan bog'liq. Shu nuqtai nazardan barcha iste'molchilarimiz, yuridik va jismoniy shaxslar bu masalaga juda jiddiy e'tibor berishlarini, chunki bu hayot xavfsizligi, mulk bilan, insonlar hayoti bilan bog'liq holat. Bitta rozetkaga bir nechta tarmoqni ulash noto'g'ri bo'ladi yoki o'sha yoritish asboblarida nosoz o'chib yonib turadigan va qandaydir nosoz holga kelgan elektr jihoz va uskunalarni ishlatish umuman tavsiya etilmaydi va ular ishlab turganda nazoratsiz qoldirish. Masalan, egalari bo'lmaganda albatta tarmoqdan uzib yurish tavsiya etiladi. Chunki tarmoqda siz qaysidir xonadon egasi bu xavfsizlik qoidalariga yaxshi rioya qilgani bilan uning qo'shnisi yoki yon qo'shnisi, mahalladoshi bu narsaga yaxshi e'tibor bermasligi oqibatida tarmoqda kuchlanishning tebranishi hosil bo'lishi mumkin va albatta bu yong'in xavfsizligi nuqtai nazaridan xavfliroq hisoblanadi. Har bir oila egasi
xonadon sohiblari bu narsalarga juda ham E'tiborli yondoshlar kerak, to'g'rimi? katta e'tibor berishlari lozim. Ulug'bek aka, katta rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Salomat Kerakli bo'linglar. bo'lgan ma'lumotlar taqdim etildi bugun. Barcha radio tinglovchilarimizga o'sha so'nggi so'zimizda ham elektr jihozlari, gaz jihozlari, umuman energiya resurslariga, suv resurslaridan juda oqilona foydalanib, ularni ehtiyot bo'lishi va yong'in xavfsizligi, texnika xavfsizligi masalalariga juda ham e'tiborli bo'lishlarini so'raymiz. Salomat bo'ling, hamisha salomatlik hamroh bo'lishini tilab qolamiz Ulug'bek aka. Siz bilan yana bog'lanamiz. Va albatta muhtaram muxlislar, eslatib o'taman, O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Ulug'bek O'runov bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etdilar. Biz dasturimizni davom ettiramiz. Nechun yirog'lab ketding, yana sog'indim yana. Kecha bag'rimda eding, yana sog'indim yana. Nechun yirog'lab ketding, yana sog'indim yana. Kecha bag'rimda eding, yana sog'indim yana. Sir aytaman armonga, gul tutaman hijronga, termulaman osmonga, yana sog'indim yana. Sir aytaman armonga, gul tutaman hijronga, termulaman osmonga, yana sog'indim yana. Yoring mende suymani, didorimga to'ymani. Yoring mende suymani, didorimga to'ymani. Kechirmayman deymanu, yana sog'indim yana. Kechirmayman deymanu, yana sog'indim yana. Sir aytaman armonga, gul tutaman hijronga, termulaman osmonga, yana sog'indim yana. Sir aytaman armonga, gul tutaman hijronga, termulaman osmonga, yana sog'indim yana. Jaduli ko'zlaringni, mehrli so'zlaringni, shirin nafaslaringni, yana sog'indim yana. Jaduli ko'zlaringni, mehrli so'zlaringni, shirin nafaslaringni, yana sog'indim yana. Nursiz kunga o'xshayman, oysiz tunga o'xshayman, sensiz qanday yashayman, yana sog'indim yana. Sir aytaman armonga, gul tutaman hijronga, termulaman osmonga, yana sog'indim yana. Sir aytaman armonga, gul tutaman hijronga, termulaman osmonga, yana sog'indim yana. Nechun yirog'lab ketding, yana sog'indim yana. Kecha bag'rimda eding, yana sog'indim yana. Nechun yirog'lab ketding, yana sog'indim yana. Kecha bag'rimda eding, yana sog'indim yana.
Sharq ohanglari, sharqona joziba. بزا بره بهتره هر طوری بگذره هر گوی چش نده بی خودی تو کش نده بزا بره هر جا میخواد مهم نیست صرف و زیاد زل زدم به آسمون از زب برفا میاد غم بره تو هواش تختر از الکل رو لباش قلبم داره میکوبه میگم نرم برو تو یواش گفتی ولی راهی نیست بکن هرچی داری ریسک پلو من نیستی جات ولی خالی نیست چشم باریدن تو رو تا دیدم با هم بازی کرد شدم تاریک‌تر چشم باریدن تو رو تا دیدم با هم بازی کرد شدم تاریک‌تر بهتره من که دیگه جو ندارم اسخایی کنم واسش بخرم یه بگه دیگه بذار بره اگه میخواد مخم داره لگه زیاد میرقصیم و چیک تو چیک با هم لبوش میده طعم سیگار روزنی و پیکه حتی دوست داشتنش فیکه اکتاشو حفظم به خدا 700 دومین تیکه مریض من پرستار آرتیست من طرفدار لاین به لاین همش های آن و آفین با هم فقط کار شدم تاریک‌تر چیکار کردی با دلم وای چیکار کردی با دلم وای چیکار کردی با دلم وای سیجی گذشت از دله بس تا حد عدله در میارم از دلت حتی من بد قلق هیچ وقت نگی یه وقتی بازی کردم من باهات هر کیم میخواد بشم شهری من دهات بده عکس پاهات حتی بعد قهر و کات میدونی که معتادم به تو اون حرکات میگی دنبال بازی بودی بس که تو بازی گوشی هیکلی آسی بودی هم از لحاظ هوشی شدم تاریک‌تر چیکار کردی با دلم وای چیکار کردی با دلم وای چیکار کردی با دلم خواست چیکار کردی Quyosh oshiq bo'lgan yurtimizda soat 17:35 ekanligini eslatib o'tamiz. Biz davom etamiz. Sun'iy intellekt texnologiyalarining eng katta ta'siri ofis ishlariga to'g'ri keladi, chunki generativ C ko'plab vazifalarni avtomatlashtirish qobiliyatiga ega. Ish o'rinlarini generativ sun'iy intellekt ta'siri darajasiga ko'ra guruhlash mumkin. Qayd etilishicha, sun'iy intellekt mehnat bozorida erkaklar va ayollarga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Dunyodagi ish o'rinlarini qariyb 25% potensial ravishda sun'iy intellekt ta'siriga uchraydi. Rivojlangan davlatlarda ushbu ko'rsatkich 34% ga teng. Shu bilan birga sun'iy intellekt ayollar faoliyatiga ta'sir ko'rsatish ehtimoli yuqori ekan, qarang. Rivojlangan mamlakatlarda avtomatlashtirish xavfi eng yuqori bo'lgan ish o'rinlari ayollar bandligini 9.6% ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich erkaklar orasida atigi 3.5% ni tashkil etadi. Mutaxassislar hukumatlar, kasaba uyushmalari va boshqa tashkilotlarni ijtimoiy muloqotda faol ishtirok etishiga hamda ish unumdorligini, mehnat sifati va ish o'rinlarini saqlab qolishni ta'minlaydigan inklyuziv strategiyalarni ishlab chiqarishga chaqirayapti. Shunaqa gaplar.
meni sev, dunyolarga bermay meni sev, samo bo'lsin poymizda sev, tariximiz bo'lsin asr, devonaday bo'lib meni sev, sen meni sev, laylilar qilsin havaslar sev, falakka yetguncha hislar sev, viqorliging tog'lar ko'rsin, 18 ming olam bilsin sev. O go'zalim, seni ko'rib shaydo bo'ldim, ko'zlaringga yomon, devonangman devona, oshig'ingman yagona hamon. O go'zalim, seni ko'rib shaydo bo'ldim, ko'zlaringga yomon, devonangman devona, oshig'ingman yagona hamon. Sen meni sev, hammadan qizg'onib meni sev, otash kabi yonib meni sev, yagonam deb erkalab, yolg'izim bo'lib meni sev. Sen meni sev, dunyolarga bermay meni sev, samo bo'lsin poyimizda sev, ko'nglim uchun sen qasr, malikam bo'lib meni sev. O go'zalim, seni ko'rib shaydo bo'ldim, ko'zlaringga yomon, devonangman devona, oshig'ingman yagona hamon. O go'zalim, seni ko'rib shaydo bo'ldim, ko'zlaringga yomon, devonangman devona, oshig'ingman yagona hamon. Dasturimiz davom etadi. Qadrli muxlislarimiz, sizga savol taqdim etilgan. Yana bir bora eshitmagan muxlislarimiz uchun savolni takrorlab o'tishim mumkin. Britaniya va Amerikada masofa o'lchovi kilometr emas, mil bilan belgilanadi. Savolimiz: 1 mil necha metrga teng? Javoblar esa o'sha manzil Yoshlar efir Telegram bot manzilida qabul qilinadi. Xo'p, o'qiymiz. Assalomu alaykum Lafruz opa debdilar. Va alaykum assalom Maftunaxon, salomat bo'ling. Lafruz opajonim, qalaysiz? Yaxshimisiz? Issiqlar bilan charchamayapsizlarmi? Oqshomga qadar dasturni mazza qilib tinglayapmiz. Iltimos sizlardan deb qo'shiq yurtmasi amalga oshirilgan algoritmdan Sevaraxon so'ragan taronangiz sizga taqdim etildi. Ma'rifatxon Xolboyeva 609 kilometr deyilgan variant keldi birinchisida. Xo'p, Nurbek bo'laman Surxondaryodan 1 kilometr bo'lsa kerak degan variant taqdim etildi. Xo'p, 6 metrga teng adashmasam degan variant keldi. Xo'p, FM 105.2 nik ostidagi muxlisimizdan. Ismlari qayd etilmagan. Asror Xonovni birozgina to'g'ri javobga yaqin, birozgina uzoqroq. Ma'rifatxon Xolboyevadan biz to'g'ri javobni qabul qilib oldik. Quyoshli Los Anjelesdan salom. Lafruz opajon, doimiy tinglovchingiz Farhod 1 mil deganlar qaysidir ma'noda to'g'ri, qaysidir ma'noda noto'g'ri. Go'zalinalar kvartiya jamoangizga, hamma navoiyliklarga va o'zbegim ahliga salom, efirlar bilan charchamanglar debdilar. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
Yana SMSlar bor. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Sug'diyona mahallasidanman. Men ukajonim Normatov Ismoilga salom yo'llamoqchiman. Botir akalari nomlaridan kelgan SMS edi va javoblari noto'g'ri ekanligini aytamiz. Xo'p, 1598 kilometr deyilgan variant keldi hozir yana bir SMSda. Abbos xo'jaman, muxlislarning kayfiyatini ko'tarishni xohlayman. Boshlovchilik uslubim shunaqa dedingiz-ku, men ham boshlovchilarga hazil qilib xabar yozaman. Meni ham muxlislik uslubim shunaqa. Boshlovchilar kayfiyatini ko'tarishni xohlayman debdilar. Baraka toping. Ha, savolga javobim men qayerdan bilay? O'zbekistonda yashasam, kerak bo'lsa o'zlari o'lchab olaversinlar. Bosxo'jadan kelgan SMS. Ha, Ma'rifatxon Xoliboyeva g'olib bo'ldingiz va albatta bemalol qo'shiq buyurtmasini amalga oshirishingiz mumkin. Ha, Azizaxon, Lafruza opa qo'shiq uchun rahmat debdilar. Salomat bo'ling. Lafruza opa, assalomu alaykum, efirlarga omad deganlar. Va alaykum assalom, kuningiz yaxshi o'tsin. Xolisxon Hasanovadan kelgan SMS. Xo'p, Islomov Dostonbek birozgina noto'g'ri javob bo'ldi va albatta biz davom etamiz. Birozdan so'ng sizga to'g'ri javoblarni biz taqdim etamiz. Assalomu alaykum deymiz hammaga va albatta Quyoshli O'zbekistonimizda ajoyib kayfiyat hukmronlik qilyapti. Yoshlar radio kanalini kuzatinglar. Zo'r qo'shiq bilan davom etamiz. Ketdik. O'rik shoxi gulladi maydalab, unga qarab xayol surdim qaydanam. Xayol oqdi soy bo'lib santarab. Hay bola, hay bola, hay bola. Hey savalada yomg'ir tuni bo'yi, o'rik gulli bo'ldi yer bo'yi. Yoqqan yomg'ir ko'z yoshi edi bilmading. Hay bola, hay bola, hay bola. Bilmading, ay bola, ay bola. Voy, 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 voy bola. Dilim
Biz davom etamiz. 17:47 soatimiz millari va albatta savol taqdim etilgan muxlislarimizga biz to'g'ri javobni egasiga yetkazib qo'yamiz. Xo'p. Britaniya va Amerikada masofa o'lchovi kilometr emas, mil bilan belgilanadi. Savolimiz 1 mil necha metrga teng degan variantda bo'ldi. Ma'rifatxon Xolboyeva bizga to'g'ri javobni taqdim etdilar. Javob 1609 metrga yoki 1.6 kilometrga teng edi. Biz g'olib bo'lgan muxlisimiz so'ragan taronani imkon qadar qo'yib eshittirishga harakat qildik va qadrli muxlislarimiz davom etayapmiz. Ha, rahmat qo'shiq uchun deyilgan variantlar kelibdi. Ovozingiz ko'z tegmasin. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidan Jasur Mamatov bo'laman deganlar va javobim 185 o'ndan 2 metrga teng bo'lsa kerak degan variantlar keldi. Asror xonimni birozgina to'g'ri javobga yaqin qo'shiq javob kelibdi-yu. Azizaxondan qo'shiq buyurtmasi ham amalga oshirilgan. Men ham to'g'ri aytgandim-ku deganlar-u, siz qo'shimchasi ham bor edi sizda. Shuning uchun to'g'ri-yu birozgina o'zgarish bor degan fikrni aytdim. Shuning uchun 1609 ni o'zi bo'lish kerak edi. Shunaqa ekan. Qo'shimchasi yo'q, verguli yo'q. Shunaqa joylari bor va biz har doim aniq javob variantini taqdim etishga harakat qilamiz. Chek o'yingiz bo'lmasa, qo'shiq buyurtmasini amalga oshiring, yozib qo'ying. Imkon qadar qo'shiqlar guldastasida sizni ham yoqtirgan taronangiz o'rin olishiga biz yordam beramiz. O'z hissamizni qo'shishga harakat qilamiz. Chunki biz faqatgina insonlarning kayfiyatini ko'tarish uchun ishlaymiz va albatta bu jarayonda siz ham borsiz. Mana shunaqa gaplar va albatta biz yaxshi taronalar bilan davom etamiz. Islamov Dostonbek, xohlasangiz qo'shiq buyurtmasini amalga oshiring. Agar to'g'ri javob berganman, xafa bo'lmang. Bu yerdan hech kim norizo bo'lib ketmaydi va albatta bizda faqatgina yaxshi kayfiyat davom etadi. Marhamat. Shunchaki ko'rgim keldi seni shunchaki, garchi sevging yolg'on bo'lsa hamki, yana ko'rgim keldi shunchaki. Birga o'tgan ko'chalardan o'tib boryapman, sog'inchlarim jim ichimga yutib boryapman. Bilmaysan-da meni holim beqarorginam, hijronlarning azobida yonyapman. Xastamanu, sensizlikda qolib yana xastamanu. Xastamanu, ozoringdan dardlariming dastamanu. Xastamanu, sensizlikda qolib yana xastamanu. Xastamanu, ozoringdan dardlariming dastamanu. Shunchaki unutmadim seni shunchaki, sog'inmaysan sen meni balki, unutgansan meni shunchaki. Birga o'tgan ko'chalardan o'tib boryapman, sog'inchlarim jim ichimga yutib boryapman. Bilmaysan-da meni holim beqarorginam, hijronlarning azobida yonyapman. Xastamanu, sensizlikda qolib yana xastamanu. Xastamanu, ozoringdan dardlariming dastamanu. Xastamanu, sensizlikda qolib yana xastamanu. Xastamanu, ozoringdan dardlariming dastamanu. Shunchaki
Ko'rgim keldi seni shunchaki, garchi sevging yolg'on bo'lsa hamki, yana ko'rgim keldi shunchaki. Biz har doim hayotdagi savollarga to'g'ri javobni bilamiz. Muammolarimizning yechimini bilamiz, ammo biz ko'pincha buni o'zimizga tan olishdan qo'rqamiz. Va o'zingizga yolg'on gapirmang demoqchi edim, qadrli muxlislarimiz. O'zingizga qanday bo'lsangiz, shundayligingizcha fikrlarni bildiring. O'zingizni kerak bo'lsa hech kim yo'g'ida tanqid ham qiling, maqtab ham turing. O'zingizga halol bo'ling demoqchimiz. Va albatta faqat yaxshiliklar, xayrli amallar ro'yobi nasib etsin. Bizni yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'llar bexatar bo'lsin. Ko'zlagan manzilingizga eson-omon yetib oling, oila bag'riga. Albatta sizni kutayotganlar bor, sizni sevadiganlar bor, qadrdonlar bor. Vaqtida borishga harakat qiling. Ish ko'payib ketdi degan fikrlar bizniki emas. Ish har doim ko'p bo'ladi. Bizdan oldin ham ko'p bo'lgan, bizdan keyin ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun sizni yaxshi ko'radigan, sizni qadrlaydigan insonlar yonida ko'proq bo'lishga harakat qiling va albatta yaxshi ko'rishingizni, yaxshi ko'rganlaringizga aytib qo'ying. Mehr faqatgina tarqatilganda ko'payadigan ne'mat ekanligini eslatib o'tamiz. Biz ham sizni yaxshi ko'ramiz. Yoshlar radio kanali esa sevgi haroratiga limmo-lim bo'lgan taronalar bilan dasturni davom ettiradi. Hayır dema, bor dema, ishni aytmaylik uvol, umidimni sindirma, ketma menga degin qol, keyin sog'inib qolma, telba bo'lib majnun behol, bugun kerak shu so'zing, ketma menga degin qol. Yaxshi ko'rasanmi yor, meni sevasanmi yor, yo ayt kechasanmi yor, oson ketasanmi yor, ketma menga degin qol. Yaxshi ko'rasanmi yor, meni sevasanmi yor, yo ayt kechasanmi yor, oson ketasanmi yor, ketma menga degin qol. Sendan so'raydi dilim,